Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Kimda kim Zolotaya koronadan qarz olgan bo'lsa, ushbu videorolik aynan siz uchun. Ekraningizda ko'rib turgan profil egasi toza moshennik, chunki Rossiya qonunlariga e'tibor bering. Bunday xatti-harakatlarni amalga oshirish uchun juda ham bir jiddiy va kattakon talablar mavjud. Ushbu talablardan bir nechtasi birinchi o'rinda turadigani bu qarz miqdori kamida 500 ming rubl bo'lishi shart. Ikkinchi o'rinda esa Rossiya territoriyasida qonuniy ravishda yashab kelayotgan bo'lishingiz обязательно. Ushbu qonunlarga asoslangan holda fikr yuritadigan bo'lsak, profil egasi 50 ming, 70 ming rubl evaziga 100 mingdan 200 minggacha bo'lgan qarzlarni ofitsialni udalить qilib beraman deb va'dalar bermoqda. Ushbu va'dalar barchasi yolg'on, chunki bunday harakatni amalga oshirish uchun birinchi o'rinda sudga обращаться qilish kerak. Bankrotство deb ataladi bu. Bankrotствоning talablarini gapirib o'tdim. Ushbu harakatlar amalga oshirish uchun barcha доказательствоlar, barcha talablar amal qilingan bo'lishi lozim. Yana bir narsaga e'tibor berdim. Bu videolarni qiziqib o'rganib chiqqanimdan so'ng video ostidagi kommentariyalarni o'qib chiqdim va bir fikrga keldim. Akkauntdan udalить qilish uchun akkauntga kirish maqsadida sizdan nomerni talab qilmoqda. Bu nomer bilan siz akkauntingizga kirib xohlagan ishini qila oladi birinchi o'rinda. Bu esa juda ham xavfli, chunki men предполагать qilyapman. Nomeringizni olib akkauntga kiradi va ushbu qarzingizni yo'qotish uchun boshqa qarzni oladi. Boshqa qarzni olib, birinchi qarz yopilgandan keyin sizga tekshiring deydi. Siz tekshirasiz, go'yoki sizda qarz yo'q, lekin esa ikkinchi qarz paydo bo'lib qoladi. Ikkinchi qarz esa birinchi qarzdan kattaroq bo'ladi. Chunki birinchi qarzni yopish uchun, soответственно, kattaroq qarz beradi. Ushbu holatlarda aldanib qolmaslik uchun shunga o'xshash profillarni blokировать qilinglar, spam jo'natinglar, чтобы bizning yurtdoshlarimiz, aka-ukalarimiz shu kabi moshenniklarga aldanib qolmaslik uchun maksimalniy распространение qilib tashlaylar.